Piter sizlar uchun bitta zo'r kiyim magazinini obzorga beraman. Ketib ko'rsaman. Ushbu magazin Metro prospekt Veteranovda joylashgan bo'lib, торговый sentr Ulyankaning 3-etajida joylashgan. Kirganingizda ana shunday zdaniya 4 etajlik. Biz esa 3-etajiga chiqamiz. Ushbu magazinning nomi Nabot deb aytiladi. 3-etajga chiqqanimizdan keyin shunday reklama qilib yozib qo'yilgan Nabot deb mana. Shu koridorchadan ketasizlar, to'g'riga. Mana magazinning o'zi, ichkarisi. Ushbu magazinda siz hamma narsa topishingiz mumkin, даже chemodanlar ham topasiz. Ayollar uchun sportivniy, толстовкаlar, koftalar, futbolkalar va pijamalarning har qanaqangi turi bor. Undan tashqari kostyumlarni ham har qanaqangisini topishingiz mumkin. Ushbu magazinda skidkalar juda ham ko'p ketadi. 500 rubldan jinsilar hozir 300 rubldan ham topishingiz mumkin. Oyoq kiyimlarni esa gapirmasam ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek assortiment bu yerda. Oyoq kiyim tanlashda qiynaladigan bo'lsangiz, aynan shu magazinga kelsangiz har qanaqangi vkusdagini topib olishingiz mumkin. Ayniqsa erkak kishilarimiz uchun har qanaqangisi bor oyoq kiyimlar, krossovkalar, kedi deysizmi, tapochka deysizmi, rubashkalar, mana murskoy, palto, sportivniy, толстовка, hammasi shu yerda bor. Ushbu magazinda skidkalar juda ham ko'p bo'lib turadi. 300 rubldan 500 rubldan jinsilar skidkada bo'lyapti hozir. Ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, Twitter'dagi yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz.